O'zbekistonda qish keldi degani bu ertalab qorda sirpanib, qaytishda loy bosib kelish. Ertalab qalin kiyinib chiqib ketib, obedda shu og'ir kiyimlarni yoqtirmay ko'tarib kelish. Qish keldi degani bu oying bo'g'izlab shapka kiydirib yuborishlari. Endi qutulib qochdim deganingda oying ikkinchi bosqich sharf o'rashga o'tadilar. Oyi, shapka kiydim, sharfman bor. Endi kurtka kiyasan. Oyi, palto kiyganman. Qish keldi degani bu hamma storiesiga birinchi qorni qo'yadi. Xursand bo'lib ko'rishga chiqquningcha qor tugagan bo'ladi. Qish keldi degani endi hamma tanishlaringni aptekada ko'rasan. Shamollashga qarshi dori kimga ekan? Menga. Lekin hamma shamollasa ham oying shamollamaydi. Chunki men Supradin immunoychaman. Immunitetimni oshiradi. Tarkibida vitamin C, D, sink ham bor. 3 ta tomonlama himoya. Senlarga ichsam ichmaysanlar, ajab bo'pti. Bizga ham bering. Mana, ichlaring. Shuni ichsang shapka kiyishingiz kerak bo'lmaydi? Shapkani shu bilan mayda yechasizlar.